Siz juda ham ko'p mehmon kutasiz. Sizni katta zalingiz bor, lekin 9 talik, 12 talik konditsioner ham o'sha zalingizni yozni issiq jaziramasida sovita olmayaptimi? Endi sizga zo'r variant topib qo'ydim. Mana ko'ring. AUX 18 talik konditsioner. Buni zalga qo'yganingizdan keyin qishning nafasini shundoq beradi va yana qo'shimchalari juda ham chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan. Mana oldin ko'rib turibsiz va invertor motorga ega. Bu past to'klanishni ham va yuqori to'klanishni ham ishlash xususiyatiga ega. Va bundan tashqari 18 talik emas, bu yerda 9 talik, 12 talik Shivaki, Artel, Avalon konditsionerlarimiz ham bor va ko'plab turdagi konditsionerlarimizni 3 oydan 12 oygacha Hamroh savdo markazlarining barcha filiallaridan xarid qilishingiz mumkin. Va mana shu 18 talik invertor AUX konditsionerimizni siz 12 oyga atiga 895.623 so'mdan to'lab bemalol foydalansangiz bo'ladi. Va yana bir ma'lumot, bizda yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Yozi issig'ida uyda o'tirmasdan mana shunday ajoyib va kattakon bo'lgan, zalingizga 20 ta odam olib kirib qo'ysangiz ham bir xil havoda o'tiradigan konditsionerni olib borib qo'yishingizni men maslahat beraman. Va mana shu videomizda 18 talik konditsionerni yaxshisi qayerda bor, narxi ham hamyonbop qayerda bor degan akalarga shuni jo'natib qo'yasiz.